halol konsepti degani halol standarti degani emas. Mehmonxonalarda yondashuv boshqacha. Imkon qadar halol konsept degani halol g'oyasiga yaqinroq bo'lish degani. Turkiyaga ko'pchilik boradi, aylanib kelgan, O'zbekistonda yashaydiganlarga bu yangi joy emas. Lekin men o'zim borganimda ko'rdimki, Istanbulda bizga bergan produktimiz yangilik bo'lib kirdi. Doimo birgalikda bu mana shu ekskursiya bosqichlaridan o'tiladi. To'langan narxga hamma narsa kiradi, yana qo'shimcha hech qanaqangi to'lovlar bo'lmaydi. Kurort zonalari bor, biri-biridan farqlanadi. Shu halollik konsepsiyasiga yaqinlik darajasi bilan ham farq qilinadi. Halol konsepsiya bo'yicha savollar berishadi. Narxini aytgandan keyin bu juda ham qimmat ekan. Bu narxga men 5 yulduzli, 7 yulduzli mehmonxonalarda tursam bo'ladi. Boshqa otellar bilan solishtirishni o'zi to'g'ri kelmaydi, chunki ular hech qayerga bormaydi. Ular bormaydi shu joyga. Ichkilik har qadam qo'yilar ekan, kiyinishlar mana bunaqa ekan, aralash ekan deydi, hech qayerga borishmaydi. Ochiq va yopiq basseynlar bor. Quyosh ostida ochiq plyajlar begona ko'zlardan to'silgan. Ya'ni bu halol bookingda ko'rgan narsangiz bizani o'sha ota-onalarga, ya'ni oilaviy boradigan safar travel mijozlariga mos keladigan produkt bo'lar ekan, maholasi. Assalomu alaykum Jamshid aka. Toshkentga yana xush kelibsiz. Safarlar yaxshi o'tdimi? Turkiyaga borib keldingiz, sayohat qilib keldingiz. Ham sayohat, ham ish. Turizm sohasi bo'yicha borib, o'tdi o'sha birinchi Istanbulda, keyin Antaliyada o'sha halol booking bo'yicha uchrashuvlar o'tkazdingiz. O'shalar haqida bugun suhbatlashamiz. Va alaykum assalom ne'matulloh. Haqiqatan Turkiyaga borib keldim. 2 hafta u yerda bo'ldim. Asosiy maqsad bizning mijozlarimizdan ko'plab bir shunaqa bir so'rovlar tushgan edi. Sizlar umradan tashqari yana nima qaysi tomonlarga yuborasizlar, yana nima produktinglar bor, nima tur paketlar bor deb ko'p savollar kelib tushardi. O'zim ham ko'p o'ylardim bu haqda. Nima uchun faqat umra yo'nalishida ishlaymiz? Biz boshqa yo'nalishlarda ham biz ko'plab qiziqarli, foydali bir takliflar berishimiz mumkin-ku degan maqsadda o'zim Turkiyaga bordim. Xabaringiz bor, undan tashqari biz Istanbulda ham bir yo'nalish ochdik. Birinchi ekskursion tur paketlarini olib boryapmiz. O'zim Istanbulda xuddi shu joylarda 2 kun ko'rib aylanib keldim. O'zim shu ya'ni taassurotni olib, ya'ni oddiy bir sayohat qiluvchi emas, balki mijozlarimiz nazaridan qarashga harakat qildim. Va shundan so'ng Antaliyaga yo'l oldim. Antaliyada 2 tadbir bo'ldi. Birinchi haftada Hello Hotel degan bir shunaqa bir uyushma deymizmi, bir shunaqa bir tashkilot uyushtirgan tadbir, bu workshop deyiladi yoki seminarlar. Unda Turkiyaning asosan Antaliyaning mehmonxonalari tur agentlariga o'zlarini taqdim qilishadi. Yangi mavsum boshlanishidan oldin turizm mavsumi Turkiyada endi boshlanyapti. O'zlarini taqdim qilishadi va juda bir katta zol, katta bir tadbir. U yerda har bitta stol atrof oldida ya'ni mehmonxona vakillari o'tiradi va u ma'lum bir tartib bilan, ma'lum bir belgilangan, oldindan belgilangan tartib bo'yicha tur agentliklari, tur operatorlar, turizm sohasida ishlaydigan turli xil kompaniya vakillari kelib, har bitta mehmonxona vakillari bilan o'tirib ko'rishadi, gaplashishadi, birlamchi muzokara desa ham bo'ladi buni va shu monitorlarda, kompyuterda, noutbukda ko'rsatishadi joylarini, konsepsiyalarini, har bir mehmonxona o'zini konsepsiyasini tanishtiradi. Shu tadbirda bo'ldim va ko'plab tanishlar orttirdim. Mehmonxona vakillari, rahbarlar ham o'tiradi va shu mana shu uyushmani ham bir katta bir rahbarlar bilan ham tanishishga muvaffaq bo'ldim. Va mana shu workshop asnosida o'zim mehmonxonada Kilkiya, Antaliyada shunaqa bir katta bir mehmonxonada turdim va yana Kemerda Magic Sun Hotel degan joyda ham turdim. O'zim turib ko'rib, yashab ko'rdim. Bu endi umumiy odamlar uchun qilinadigan bir taklif mehmonxonalar. Ikkinchi hafta
Halal Booking degan platforma uyushtirgan tadbir edi. Bu platforma o'zi joylashgan joyi Buyuk Britaniya. Butun dunyo bo'ylab ular halol standart emas, halol konsepsiyasiga yaqin, halol friendly deydi, yaqin bo'lgan xizmatlar, asosan otellarni, kurortlarni taklif qilishadigan shunaqa bir platforma. Ular shu infoturni uyushtirishgan edi. Infotur degani nima? Infotur bu tur agentlar, tur operator vakillarini mehmonxonalarda galma-galdan borib ko'rsatib kelishadi. Inspeksiya deydi. Shu ba'zi bir mehmonxonalarda tunab qolish, yashab qolish mumkin. Undagi servislari, restorani bo'lsin, saunasi, plaji va hokazo barcha xizmatlaridan foydalanib, tasavvur hosil qilib kelishi uchun. Chunki tur agentliklar, tur operatorlar o'zlari ko'rgan narsalarini odamlarga, mijozlariga taqdim qila olishadi. Mana shu sohaga men yangi kirib kelganligim uchun, bu tezroq o'zlashtirish uchun o'zim boshladim. Xodimlarimizni infoturlarga yuboryapmiz. Mana bugun ikki xodimimizni infoturga, ya'ni aynan halol konsepti bo'yicha bo'lgan mehmonxonalarga yuboryapmiz. U yerdan yana ma'lumotlar, to'liqroq ma'lumotlar yig'ib kelamiz. Mana shu asnosida ko'plab ma'lumot, tanishlar, kontaktlar yig'ib keldik va mijozlarimizga o'ylaymanki, tez kunlarda yanada yangi produktlar taklif qila olamiz. Bunga men yetarli material yig'dim deb o'ylayman. Hamkasblarimizga ham bu ofisda xabaringiz bor, seminar o'tkazdim, yetkazdim. Demak, bu yo'nalish biz uchun yangi va men aminman, 100% aminmanki, bunda umrida qanchalik biz shunaqa yuqori darajada sifat ko'rsata olgan bo'lsak, bu yo'nalishda ham biz hech kamaytirmay bir mijozlarimizni ehtiyojlarini, kutuvlarini qondiradigan servis ko'rsata olamiz deb o'ylayman. Demak, biz mehmonlarimizga, ya'ni mijozlarimizga yangi produktlar taqdim qilishni boshlaymiz. Mana yaqinda Istanbul produktimizni taqdim qildik va o'zim ham borib keldim. Men o'zimga ham juda ham yoqdi. Bir necha marta Istanbulga borganman. Lekin aynan mana shunaqa gid bilan, gruppa bilan, hamrohlar bilan borishlik juda ham yaxshi ekan. Xo'p, savolim shundan iboratki, biz Istanbuldan tashqari Antaliya, Alaniya va boshqa Qora dengiz bo'lganlarida shunaqa produktlarni taqdim qilamizmi va qachondan boshlaymiz bu narsalarni va bizni mehmonlarimizga qanaqa biza yangiliklar bilan kirib kelamiz. Xabaringiz bor, Turkiyaga ko'pchilik boradi, aylanib kelgan. Bu O'zbekiston, ya'ni O'zbekistonda yashaydiganlarga bu yangi joy emas. Lekin men o'zim borganimda ko'rdimki, Istanbulda biza bergan produktimiz yangilik bo'lib kirdi. Antaliya, Alaniya va boshqa joylarda qanaqa yangilik bilan kira olamiz biza? Xo'p, Istanbulda nima yangilik bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, bu birinchidan, ya'ni o'zbek zabon gid, ya'ni xuddi umradagi qo'llayotgan yondashuvimiz. Bu yerda ishchi guruhlarimiz yuborishadi, ishchi guruhlarimiz bilan birga boriladi. Ishchi guruhlarimiz doimo birgalikda bu mana shu ekskursiya bosqichlaridan o'tiladi va undan tashqari to'langan narxga hamma narsa kiradi, ya'ni qo'shimcha hech qanaqangi to'lovlar bo'lmaydi va asosan borilayotgan odamlar bu shu yoshi katta odam yoki hali tajribasi ko'p, xorijga chiqishda tajribasi ko'p bo'lmagan odamlar uchun qulay, komfortli shunaqa bir ekskursiyani taqdim qilgan edik. Mana shu Istanbul ekskursiya turi bo'yicha mana yangi narsa yo'nalish ochyapmiz. Bu haqda bizning shu menejerlarimizdan biri Husnibonu bu haqda batafsil to'xtaladilar. Men shuning uchun bu produktda batafsil to'xtalishdan oldin halol konsepti nima haqida gapirsam ijozatingiz bilan, chunki aynan bu savolingizga ham javob bu. Nimasi yangilik, nima bu Turkiyaga borib dam olib keladigan odamlar bor-ku, nimasi bilan ajrab turadi? Xo'p, halol konsepti degani halol standarti degani emas. Bu qandaydir bir biz bilamiz, ma'lum bir mahsulotlarni olsak, unda halol degan bir qanaqadir tamg'ani ko'ramiz, sertifikatsiyadan, auditdan, hamma narsadan o'tgan bo'ladi. Mehmonxonalarda yondashuv boshqacha. Imkon qadar halol konsept degani halol g'oyasiga yaqinroq bo'lish degani. Ya'ni bu mana halol bookingni yondashuvlardan biri.
halol friendly deydi, ya'ni halollikka do'stona bo'lgan taklif qilinadi. Bu eng oddiysi mehmonxonalar, minibarlardan alkogol olib qo'yiladi. Sal yuqorirog'i deylik ma'lum bir soatlarga plyajlar ayollar uchun yoki spa salonlari ayollar uchun ajratiladi. Va eng yuqorisi, eng shu halol konsepsiyasiga to'laroq bo'ladigan darajasi bu ajratilgan plyajlar, doimiy ayollar uchun bo'lgan spa salonlari, shunaqa bir konsepsiyalar, umuman alkogolning bo'lmasligi va hokazo. Shular mana shu nuqtai nazarda mana shu g'oya asosida ishlaydigan turli xil mehmonxonalar, kurort zonalari bor. Bir-biridan farqlanadi. Shu halollik konsepsiyasiga yaqinlik darajasi bilan ham farq qilinadi. Va eng bu yerdagi asosiy jihat shuki, unda nafaqat shu halol tushunchasini o'zlari uchun g'oya qilib olgan musulmonlar, balkim islomdan tashqari bo'lgan, musulmon bo'lmagan odamlar ham borayotganligini kuzatdik. Bu narsani halol booking xodimlari ham, ya'ni o'sha rahbarlari ham bu narsani tasdiqlashdi. Bular bu kimlar bo'ladi? Oilalar tinchlik, xotirjamlik bo'ladigan, osoyishtalik bo'ladigan, sokinlikni istaydigan oilalar mana shu halol konseptini tanlashayotganligiga guvoh bo'ldik va bu narsa tasdiqlanyapti. Deylik, ichkilikning bo'lmasligi ham ba'zi bir odamlar uchun bir arzimas bir narsa ko'rinadi-ku, ichkilik bo'lmasligi masalasi. Lekin kimlardir uchun muhim. Kimlardir xohlamaydi, o'zini farzandi, oilasi bu narsani ko'rmasligini xohlaydi yoki ichkilikni tashagan ota o'zini oilasi bilan kelgan bo'lishi mumkin, ko'zimga ko'rinmasin deydi. Har xil holatlar bor. Har xil individual holatlar bor. Mana shu holatlarga mos keladigan bir shunaqa takliflar Turkiyada rivojlanib kelyapti, mavjud, juda bir qiziqarli va shu bilan birga bu yerda mana shu asosiy urg'uni men oilaviylikka bergan bo'lardim. Insonlar o'zini ota-onasi bilan, bolalari bilan borganda har kim o'zi uchun o'zini nima desam, o'rni desam noto'g'ri bo'ladi, dam olish, vaqt o'tkazish uslubini topadi. Bolalar uchun bolalar o'yingohlari bor, turli xil jihozlangan bir qulay sharoitlar bor. Yosh kattalar uchun yosh kattalar, yoshlar uchun yoshlar va hokazo. Xullas, bunda batafsil to'xtalishimiz mumkin. Bu haqda mana yana Husnibonu ham o'zlari gapirib beradilar. Halol konsept g'oyasi deganda shu narsa tushuniladi. Demak, mana shu g'oyani kimlar uchun, hop O'zbekiston uchun nima beradi? Nima uchun O'zbekistonga bir ahamiyati kerak degan savol bo'lishi mumkin. O'zbekistonning asosiy qatlamlaridan biri, to'g'ri, men butun O'zbekiston uchun hamma shunaqa deya olmayman. Qandaydir bir qadriyatlarga qattiq tayangan, suyangan, an'anaviy qadriyatlarga suyangan oilalar, insonlar bor. Ular uchun mana shu eng yaxshi takliflar bo'lishi mumkin. Va aminmanki shu narsa bilan biz qiziqtira olamiz. Qanchalik bu tarqalgan, men hali unchalik tahlil qilib o'rganganim yo'q O'zbekistonda, lekin juda ham bir mashhur deb bo'lmaydi hozirgi mana shu turizm sohasida O'zbekiston uchun. Tushunishim bo'yicha u ommaviy ravishda o'zbeklar ana endilikda jahonga chiqa boshlashdi. Doimiy sayohatga chiqib yuradigan bir qatlam bor. Bu juda katta qatlam emas. Bu qatlam uchun bu tanish, ular ma'lum kimlardir borib yuradi. Shu halol konseptga muvofiq bo'lgan joyga kimlardir borishmaydi. Demak, bizda hozir ommaviy mana shu sayohatga chiqish yoki oilaviy chiqish, ota-onasini yuborish, mana shu umraga yuborish, sayohatlarga yuborish ana endi asta-sekinlik bilan ana endi tez suratda rivojlanayotganligi uchun biz mana shu bir konseptni, mana shu yondashuvni taklif qilishga qaror qabul qildik. Ya'ni bu halol bookingda ko'rgan narsangiz bizani o'sha ota-onalarga, ya'ni oilaviy boradigan, ya'ni bizani aynan Safar Travel'ni mijozlariga mos keladigan produkt bo'lar ekan, nima xolasa. Jamshid aka, keyingi savolim, halol konsepsiya bo'yicha savollar berishadi. Narxini aytgandan keyin bu juda ham qimmat ekan. Bu narxga men bundan juda ham yuqori sifatli, ya'ni 5 yulduzli, 7 yulduzli mehmonxonalarda tursam bo'ladi degan savollar berishadi.
Bunga sizni Mhm. qarashingiz qanaqa? Ketmasimdan oldin haqiqatdan mana xuddi shunaqa e'tiroz emas, shunaqa bir munosabatlarni eshitdim va o'sha birinchi hafta borgan Hello Hotel tadbir workshoplarida ham hamkasblar bilan, turli xil turagentlar bilan gaplashganimizda ham aytishdi. Shu joyi bor, ya'ni doimiy borib yuradigan odamlar baribir umumiyni tanlashadi deb shunaqa javob berishgan edi. Man yaxshilab o'rganib chiqqanimdan keyin, ya'ni o'rganish jarayonidaman, bir narsa xulosaga keldimki, bu yerda asosiy qilinayotgan xato olma bilan nok solishtirilyapti. Ya'ni olmani olma bilan solishtirish kerak, qovunni qovun bilan, suvni suv bilan solishtirish kerak. Har xil produktni bir-biri bilan adashtirib qo'yish kerak emas. Halol konseptga yuradigan otellar kimlardir uchun bir xil narsa, mana ba'zi bir mijozlar bor, ularga muammo emas. Misol uchun yonda odamlarning qanday ahvolda kiyinib yurishi, qanday holatda bo'lishi, plyajlarning umumiyligi, alkogolli ichmasligi mumkin, lekin unga hech qanaqa e'tirozi yo'q. Uni har qadamda barda, restoranda, umumiy dam olish joylarida har qadamda shu vinolar qo'yilganligi hech ba'zi bir odamlarga ichadimi, ichmaydimi hech qanaqa e'tiroz tug'dirmaydi. Bu odamlar uchun albatta o'zlarining tanlovlar nihoyatda ko'p. Nihoyatda har xil narx, har xil variantlar, o'zlari uchun tanlay olishlari imkoniyatlari ko'proq. Bu mijozlar uchun halol konsept taklif qilayotgan otel bilan umumiy otel bir solishtirmaga tushib qoladi. O'shaning uchun lekin shu yo'q, bu bizga shu juda bir shu an'anamizga mos, qadriyatlarimizga mos, shu ayollar alohida bo'lishi muhim va hokazo shu narsa ahamiyati yuqori deydiganlar uchun, demak, boshqa otellar bilan solishtirishni o'zi to'g'ri kelmaydi, chunki ular hech qayoqqa bormaydi. Ular bormaydi shu joyga. Ichkilik har qadam qo'yilar ekan, kiyinishlar mana bunaqa ekan, aralash ekan deydik, hech qayoqqa borishmaydi. Tushunyapsizmi? Biz yoki bizga mana shu halol konsept taklif qilayotgan xizmatlar bo'lsagina boramiz deydiganlar bilan ga murojaatimiz shunda. Bu narsa tushunarli bo'lishi kerak va nima uchun narxida iqtisodiy tahlil qilganda men juda yuzaki aytaman bu narsani, lekin narx navoning qanchalik qimmatligiga yana bir to'xtalaman. Gap iqtisodida. Bu halol konseptni taklif qilayotgan otellar rivojlanish bosqichida va ularni alohida ochiq va yopiq basseynlar bor. Ochiq deganda quyosh ostida ochiq, lekin begona ko'zlardan to'silgan. Quyosh ostida ochiq plyajlar begona ko'zlardan to'silgan. Yoki spa salonlari, massaj salonlari alohida ayollar uchun, alohida erkaklar uchun va oila uchun alohida ham bor. Er xotin shu dengiz bo'yiga chiqib bolalari bilan birga shu kiyinib chiqishi mumkin va umumiy oilaviy deydigan joylarda ancha kamtarin kiyinadi. Va demak, mana shu hamma narsa alohidalik o'ziga yarasha xarajatlarni tug'diradi. Chunki basseynlarni, plyajlarni, spa salonlarni ekspluatatsiyasi juda qimmat turadi bu narsa. Bu jiddiy xarajatlarni talab qiladi. Va ikkinchidan, alkogolning bo'lmasligi. Mana alkogolning o'zi mehmonxonalarda juda katta daromad manbai hisoblanadi. Buni ko'pchilik bilmaydi, ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Ba'zi bir mehmonxonalarda tekinga qo'yib qo'yadi. Uni alakarte, misol mahalliy alkogol tekin, bu yog'i pulli deydi. Qimmatroq, xorijiyni pulli. Ba'zilari bor, xorijiyniki ham, mahalliynikini ham tekin deydiganlari ham bor. Lekin mana shu deganda ham pulli joylari ham bor barda. Alkogolning tan narxi juda ham kam, lekin tushiradigan daromadi, foydasi nihoyatda baland hisoblanadi. Bu otel bizneslarining bir shunaqa bir xususiyati. Bu nimaga o'xshaydi? Bir kinoteatrlarni ham agar biladigan bo'lsangiz, kinodan tushadigan daromad, kino tomoshani o'zidan juda kam daromad tushadi. Popkorn bilan Coca-Coladan asosiy marja juda katta bir foyda keltiradigan qism shu joy bo'ladi. Paradoksal ko'rinmasin. Halol mana konseptida yuradigan otellarda bu manba yo'q. Bu manba bo'lmaganligi uchun ular shu xarajatlarni taqsimlaganda uni tan narxini oshirishga, oshib qolishiga olib keladi. Bu tabiiy, bu narsani tushunish kerak. Endi bu degani
o'sha halol konseptida yuradigan mehmonxonalar o'z-o'zidan qimmat bo'lib ketishi kerak. Oddiy mehmonxonalarga nisbatan yoki servisi kamroq bo'ladi degan gap xulosaga shoshilish kerak emas. Umumiy bazani tushuntirib berdim, lekin mana shu halol konseptida yuradigan mehmonxonalar birinchidan servisini yuqori darajada ushlashga harakat qilishadi. Ovqat masalasiga juda ham e'tibor berishadi. Men har bitta borib ko'rgan, adashmasam 7 tadan ortiq mehmonxonalarda bo'lgan bo'lsam, hammasida jiddiy e'tibor berilgan ovqatlarga, sifatiga, servis, xonaning tozaligi, boshqa har nuqtai nazarda qaraganda men misol uchun bir jiddiy bir kamchilik ko'rmadim. Demak, biz xudo xolasa aynan biz amin bo'lgan produktlarni, biz yaxshi sifatli produktlarni taklif qilamiz. O'zimiz borib ko'rib, men borib ko'rgan, ya'ni xodimlarimiz borib ko'rayotganlarni taqdim qilamiz. Va narxga yana qaytadigan bo'lsak, xudo xohlasa inshaalloh biz mana shu partnyorlarimiz bilan, mehmonxona va shu platformalar bilan shunaqangi bir muzokaralar olib boryapmizki, biz taklif qiladigan narxlar kam bo'lmaydi, ya'ni umumiylaridan kam bo'lmasligini biz ta'minlash ustida ishlayapmiz. Buni yo'llari bor. Bu narx-navolar doimiy bir maromda turadigan narxlar emas. Ya'ni arzonroq qilish, arzonroq savdolashib olish, buni imkoniyatlari mavjud. Demak, bizning ofisimizga kelgan mehmonlarga mana shu ularning byudjetlariga yarasha yuqori sifatli, maksimum sifatli takliflar bera olamiz. Bu masalada Husnibonu menejerimiz yana batafsil to'xtaladilar. Men umumiy yondashuvni tushuntirib berdimki, qadriyatli iste'mol siz uchun ahamiyatli bo'ladigan bo'lsa, demak, mana shu segmentda xizmat ko'rsatadigan otellarni xoh sifat masalasida bo'lsin, xoh narx masalasida bo'lsin solishtirsa korrektroq, to'g'riroq bo'ladi. Mana shu muhim tushunchani qabul qilishlarini istardim. Jamshid aka, bergan ma'lumotlari juda ham foydali bo'ldi. Rahmat kattakon. Yana bizaga turizm bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariy orqali yozib ketsanglar bo'ladi. Albatta sizlarning savollaringizga birma-bir javob beramiz. Rahmat kattakon.